naqdga yoki barterga mashina yoki kvartiraga almashadigan variant uchastkamiz chiqdi o'rta. Sabzavot City'da joylashgan. Betonkadan 1 kilometr yurganimizda 307 sotiq tayyor kirib yashaydigan. Endi ketdi uy ichini ko'ramiz. Bu uyimizni proyekti va interyeri menga juda ham yoqdi o'rta. Bu yog'imizda esa hovli, chap tomon letniy kuxnya joylashgan, o'ng tomonda esa ikkita mashinaga joy bor ekan. Bu uyimizni hovlisi juda katta ekan. Uy ichiga kirganimizda esa katta hol kutib oladi bizani. Yonida esa zal joylashgan. Zaldan chiqqanimizda esa chap tomonimizda oshxona joylashgan. Umumiy maydonimiz 350 kvadrat. Yonimda esa radiatorskiy spalni joylashgan. Endi esa podvalga tushamiz. Bitta katta yaxlit xona, kotelna, yana kladavoy xonasi bor ekan. Chiroyli zinadan ikkinchi etajga ham chiqib oldik o'rtoq. Bu yog'imizda esa 4 ta spalni va 2 ta sanuzeldan iborat ekan. Uy narxiga keladigan bo'lsa o'rtoq, egalari 295 ming startoviy deyishyapti. Kelishiladi. Ulgurib qol.